Dunyoda eng yuqori turadiganchi ilmdan, aqldan, sabr toqatdan yuqori turadigan narsa bor. Masalan nima? Pamparosat dedi forchasiga. Tushundingmi? Ruschasiga payadi. Ota-onani hurmat qilish, mehmonni hurmat qilish, joyini topib o'tirish, joyda. Hali bir xila bor, salom qilsa, o to'riga o'tib qoladi. Ya bo'lsa mehmonda, hali umrimda-chi mehmondan yuqori o'tirgan joyim bo'lgan emas o'zim uyimda. Yo'q, yuqori bo'lgan emasman. Boshqa joy bo'lsa, o'zimdan olim odamlar bo'lsa, hurmat izzatli odamlar bo'lsa, davlatga katta xizmat qilgan insonlar bo'lsa, men hammasini o'tkazib, oxirida o'tiraman men. Chunki meni vaqtim bo'lsa, men ham o'tiraman balki. O'tirmasam o'zim uyimda 12 ta kreslam bor. Xohlagan paytda kreslga o'tiraman, yo'q o'tirib, hamisha kreslab qo'yaman. Do'zsiz odam buzab qo'yadi. Hamma odam emas. Iymonli, insofli odamlar bo'lsa, do'zsiz buzmaydi deyishadi. Pul ham buzolmaydi, hech kim buzolmaydi. Ksa yig'im odamlar kam.